kecha qalay ketdinglar? Ha, kechami? Zo'r. Aytgandek, yordaming kerak. Qanaqa yordam? Ash qizni o'ramoqchiman. Sizmi? Nima sizmi? Nima qilibdi menga? Shunimi? Nima qilibdi? Qara, chiroyli qiz bo'lsa. Bo'lmaydim. Men senga yordam berdim-ku, sen ham menga yordam bersang nima qilibdi? Sizni yordamlaringiz, maslahatlaringiz menga ish bergani yo'q-ku? Men qayerdan bilay endi boshliqda qizi borligini? Ha, Xo'p, endi gapir. nimani? Nimani bo'lardi? Qizlarga qanaqa bolalar yoqadi? Shu haqida gapir. Ha. Qizlargami? Ha, shu qizlarga ham shartta dangil gapiradigan cho'rtkesar bolalar yoqadi. Qanaqa bo'ladi u? Hozir men nima qilay shunda hozir? Shartta borib quchoqlab oling. Jinnimisiz, ha? Ha? Mayli. Bo'pti. Xurshid, Labay aka. qaror. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Haligi yangi kelgan qiz sen chaqirganmiding? Ha, men chaqirdim aka. Qisqasi, men uni javobini berib oldim. Ertadan ishga kelmasin. Menga unaqa ishga jiddiy qaramaydigan oliftada kerak emas. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Ishlav. Senga ruxsat. Menga qara, sen menga nima maslahat berding, ha? Borib quchoqlamoqchi edim, shaqillatib soqqosa bo'ladimi? Endi ishga ham kelmasa kerak. Buni to'g'rilash kerak. Telefon o'ynayvermasdan menga maslahat bersang-chi, nima qilamiz? Battar bo'ling. Zo'r bo'pti. Ko'nglimdagidek ish bo'pti. O sizga bu ham kam. Bitta ish ham eplay olmaysiz. Nima, sevishingizni etish shunchalik qiyinmi? Boring, shatta eting. Yo'q, siz обязательно nimadirlar, maslahatlar, o'yinlar qilishingiz kerak. Borib etish shunchalik qiyinmi? Sen nima menga jahl qilyapsan? Jahlim chiqadi. Siz o'zingizga shu qizni ravo ko'ryapsizmi? Nimasi yo'qdi sizga u qizni? Nima qildi? Tuppa-tuzga qiz bo'lsa, chiroyli qiz bo'lsa, sen nima menga jahl qilyapsan o'zi? Jahl qilaman. Men jahl qilasan. Chunki men sizni yaxshi ko'raman.